Topga kamerani ma'muriy ko'rasizlar, egalari kepeyin narxi beraveribdi. Mirzo Ulug'bek rayoni Alisheroboddan o'zi hamma yer qidirib yuribdi. Masalaga tayyor korobka uy topib qo'ydim. Korobka ham old sotu yashash maydoni 1250 kvadrat. O'vani qarang, egalari o'zim deb terasalarga chiqilgan yaxlit podvallar 450 marka ishlatdim to'g'irtilar. Bu yoqki xonalarni qaranglar, ko'ttaring, sanuzellari ham bor. Nariga binoga o'tsanglar ham bo'ladi. Planirovka bor. O'zingizlar kelib ko'rsanglar bor, ishoninglar yo'qadi. 3 ta aka-uka bemalol maza qilib yashasa bo'ladi. 11 ta xona, hollarni hisoblamaganda o'zingizlar kelib bitta hisoblasanglar, undan ko'p chiqib ketadi. O'zingizlar ko'rasizlar, bu yoqda planirovka bo'yicha ziloniy zona, basseynlar, ana ekranda proyektni chiqarib qo'yamiz. Xohlasanglar, mana shu proyekt bo'yicha o'zingizlar dashi davom ettirsanglar ham bo'ladi. Yo'kida o'zingizlarning interyeringlar bo'yicha ideya qilib yana davom ettirsanglar bo'ladi. Alisheroboddan har doim bunaqa narxga bunaqa uy chiqib bo'lmaydi. Bilsanglar, o'sha Alisherobodda ancha qimmatlashib qoldi. Mana shunaqa agar korobka qilaman desanglar, qo'shsanglar palon pul bo'lib ketadi. Egalarning raqamini past yozib qoldiramiz, kepeyin narxga beraveribdi. To'g'ridan to'g'ri egalari bilan baraka qilsanglar bo'ladi.